Assalomu alaykum aziz faxriylar, aziz mehmonlar, qadrli sudyalar, hurmatli tanlov qatnashchilari. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 10 yilligi arafasida yonajon O'zbekistonimiz bayram og'ushiga kirib keldi. O'zbekiston haqida gapirganda bir o'lkaki qishlarida shivirlar bahor, bir o'lkaki sal ko'rmasa quyosh sog'inar degan ta'rif bor. Mening nazarimda 10 yil mustaqillik davrida erishgan yutuqlarimiz, bunyodkorlik ishlarini va xalqimizning kayfiyatini ko'rgan quyosh har kungidan sal barvaqtroq turayotgandek. Bugun haqiqatan ham O'zbekistonning bayram og'ushida ekanligini butun xorijlik bizning do'stlarimiz ham tantana qilish arafasida turishibdi. Mana shunday kunlarga, mana shunday soatlarga, mana shunday onlarga albatta bayram yarashadi. Muhtaram prezidentimiz Vazirlar Mahkamasining yarim yillik yakunlarga bag'ishlangan yig'ilishida bugungi islohotlarga baho berib, sizlarning sohangizdagi insonlar, ayniqsa sud, prokuratura organlari xodimlarining ishlariga yuksak baho berildilar. Bu sohada ishlayotgan kishilar huquqiy, demokratik va insonparvar davlatimizni qurayotganda asosiy adolatni va tamal toshini qo'yadigan insonlar ekanligini alohida ta'kidladilar. Bugungi kunda islohotlar shitobi tez, zamonning talabiga, davrning talabiga javob berish uchun har bir inson kasb mahoratini har kuni, har soatda, har onda oshirib borish kerak. Mana shunday bugungi kunda sud organlarining adolat tarozisini joy-joyga qo'yishdagi faoliyatiga yuksak baho berilayotgan paytda sizlarning bayram arafasida mana shunday to'planib turishlaringiz nur ustiga a'lo nur. Men fursatdan foydalanib shu sohada ishlagan mana mening ustozlarim desam ham bo'ladi, faxriylarni va kelajagi porloq bo'lgan yosh sudyalarni barchani tabriklamoqchiman. Ustozlar, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Nili gumbazlari ko'k ichra ko'k, lojavard osmonda chiyni kabutar, Samarqand sayqali ro'yi zamin as, sharqning ko'rki bo'lgan tarixiy shahar. Yer yuzining sayqali bo'lmuş Samarqand bugun musiqa taronasiga, sharq taronasiga aylanib turibdi. Mana shunday kunlarga bayramlar yarashadi, tanlovlar yarashadi. Bugun fuqarolik ishlari bo'yicha viloyat sudi rahbariyati, shu yerdagi tashabbuskor insonlar bayram kayfiyatiga bayram qo'shish va sizlarning sohangizda ishlayotgan kotiblarning kasb mahoratiga baho berish maqsadida eng yaxshi sud kotibi tanlovini, bugun ko'rik tanlovini o'tkazishni mo'ljalladilar. Mana shu tanlovga xush kelibsizlar. Albatta sizlarning ishlaringiz juda mashaqqatli. Chunki adolatning oxirgi nuqtasini siz qo'yasiz. Hamisha aytiladi, adolat chala bo'lmaydi. Chala adolat bu adolatsizlik. Mana shunday adolatni haqqoniy to'la qo'yishda sud organlarining va ularning xodimlarining hissasi katta. Bu sohada mehnati uncha ko'rinmaydigan, zahmatkash, mehnatkash, ertadan kechgacha qog'ozni qoraydigan kotiblarning hissasi katta. Bugun mana shu kotiblarning mehnatini nazardan o'tkazish, ularning islohotlarga tayyorgarligi qanchalik darajaga yetganligini baholash, ularni rag'batlantirish, ularni ma'naviy va moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida bugun mana shunday tanlov tashkil qilindi. Shu tanlovni boshlash, ochiq deb e'lon qilish uchun so'z navbatini men hurmat bilan fuqarolik ishlari bo'yicha viloyat sudi raisi Rahmonov Abdukamol aka Shodiyevichga bermoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum muhtaram ustozlar, aziz mehmonlar, do'stlar. Mana shu O'zbekiston diyorimizning mustaqilligini 10 yilligini nishonlayotgan bizni fuqarolik sudi dargohiga hammalaringiz xush kelibsizlar. Katta rahmat. Ayolga baxt bering, saodat bering. Demang yuribdi-da kulib, jilmayib. Ayol kulib turib o'lishi mumkin. Dunyoni olishi mumkin jilmayib. Ayollar hamisha kulib, jilmayib baribir bizni baxtimizga omon bo'lsin. Hozir shu ayollarimizni bir umr madhiya qilib kelayotgan sevimli shoiramiz Xosiyat opaga so'z navbatini bersam, ham
shoiri sifatida ham akamlar hay'ati a'zosi sifatida gapirsalarda ikkinchi turni yakunlab bersalar. Marhamat, qarsaklaringiz. Assalomu alaykum. Ushbu tadbir ishtirokchilari, hammalaringizni Samarqandda ketma-ket bo'layotgan bayramlar bilan qutlashga ijozat bergaysizlar. Mana bugun aytishdi, yoshlar sharq taronalari boshlanadi va keyin mustaqillik kunlari boshlanadi. Men mana shu tadbirga ishtirok etib, bir mehmon sifatida va hay'at a'zosi sifatida ishtirok etib, bir narsani o'ylab turibman. Bunaqa tadbirlar mana shu yoshlarimizni nimaga o'rgatadi? Bir-biriga mehrli bo'lishga, insoniyatga faqat yomon ko'z bilan emas, yovuzlik bilan emas, nafrat bilan emas, mehr ko'zi bilan qarashga o'rgatadi. Bu tadbirning asosiy mohiyati ham mana shunda bo'lsa kerak. Qachonki ularni o'z kasblari bo'yicha yo'nalishlarida faqat birovdan kir qidirib emas, o'sha ayblari barobarida birovlardan fazilat qidirishga, birovlarning yaxshi tomonlarini izlashga o'rgatadi. Shu uchun Kamoljon mana shu tadbirda haligi siz boshlab, Abdukamoljon boshlab berganingiz uchun rahmat, men xursand bo'lib turibman. Mana shu tadbirda qarab qahramon shoirimiz Erkin akani bir she'ri esimga kelib turibdi. Inson bilan tirikdir inson, muhabbatda hayotning boshi, odamlarga baxsh etadi jon, odamlarning mehr quyoshi. Mana shu ko'ngildagi mehr quyoshlarini nuridan bahramand bo'lishga o'rgatadi bu tadbir. Bu kimni haligi g'olibligi, kimni g'olib emasligini aniqlab beruvchi bir mezon emas. Bu insonshunoslik fanini o'rgatadigan tadbir deb bilib o'tiribman. Bizligimizda emas, savollar yaxshi tuzilgan. Bitta sho'x musiqani iltimos qilmoqchiman. Shu yerda turgan xotin-qizlarimizni aksariyati bir o'yin masalalarga zerikib qolishdi. Marhamat, bitta sho'x qo'shiq va raqs bo'lsin. Biz shu yerda turgan xotin-qizlarimizni davraga taklif qilamiz. Erkaklar 5 qarsakni chalaveradi. Marhamat. Sanobar oyning baholari marhamat 5 5 5 5 5 va Ishtixonlik Uzoqov G'ulomjonning ballari 5 5 5 5 jyurining a'zolariga ham baho 5. Katta rahmat. Shu avj pallada yakun umumiy baholar jamlanyapti. Men oxirgi turni e'lon qilaman. Bu siz uchun o'ylaymanki zerikarli bo'lmaydi. Bu badiiy qism. Badiiy qismda ham juda ko'p cho'zib yubormaymiz. Marhamat, bu yerda ham asosan kotiblarning mahorati hisobga
Temiryo'l 112 ball, Jomboy tumani 105 ball, viloyat sudi 117 ball, Kattaqo'rg'on shahar 119 ball, Ishtixon tumani 111 ball. Ikkinchi o'rinda viloyat sudi qarorlar bo'yicha viloyat sudi. Uchinchi o'rinni ikkita sudlar nima bo'lishdi? Bu Pazdarg'om tuman sudi bilan Temiryo'l tumanlararo sudi fuqarolik sudlari uchinchi o'rinni olishdi. Ishtixon tumani 4-o'rinni oldi, 5-o'rinni Tayloq tuman sudi. Katta rahmat. Marhamat. Birinchi o'rin bilan tabriklaymiz.